Aziz qarindoshlar, bir ahli ilm uchun aytganda o'z millatining o'g'lonlari, yosh o'smir yigitlarga nasihat qilishdan ahamiyatli bir ish bo'lmasi kerak. Bugun sizlarning huzuringizga dunyo va oxirat hayotingizga foydali bo'lgan hikmat unchilarini sunmoqchiman. Shu sababdan bunday qimmatli unchilarga butun diqqatinglar bilan quloq solgaysizlar. İnsan üçün ilim muhim. Şundaqla ilimge amal qilish uningdan muhim. Çünki to'g'ri amal qilish uchun to'g'ri ilim bo'lish kerak. Shundala to'g'ri va pokiz hayot yashay olamiz. İnsan dunyoda amal qilib yashash uchun yaratilgan. Hargizmi o'liklarga o'xshash amal qilmasdan yashasi bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Va xuliqal insanu da'ifa." İnsan aciz yaratilgan. Bu ayet qandaq bo'lib amalning muhimligiga dalil bo'la oladi. Hem bugungi barliq taraqqiyot va ilgirlashlar insanның aciz emas kuchli ekanligini isbotlayotsa deb so'rashingiz mumkin. Men deymanki, inson yaratilish e'tibori bilan intayin aciz yaratilgan. Shuning bilan birga insonga zaminni obod qilish mas'uliyati yuklangan. Agar inson acizligiga tan berib, hayotini hururlik bilan o'tkazsa, o'likdan hech farqi bo'lmagan bo'ladi. Ammo u tarbiya ko'rgan, ilm ma'rifatga ega bo'lgan bo'lsa, texmi jushqun, texmi ruhli holga keladi-da, zo'q ve ishtiyoq bilan amal qiladigan bo'ladi. Va faqat mushu holdala inson haqiqiy tirik va yashagan hisoblanadi. Aziz qarindoshlar, Alloh taolo insonni yaratgan chaqda uni shunchalik sog'lom tabiatga ega qilib yaratganki, uningda boshqa hayvonotlarda bo'ladigan tabiiy alohidaliklar yo'q edi. Agar insonlarmi bu xil tug'ma alohidaliklarga ega bo'lgan bo'lsa, başqa hayvanotlarga o'xshash turli ofatlardan o'zini qo'g'day olgan bo'ladi. Ammo Alloh taolo bu xil sezgi va tug'ma qobiliyatining badaliga insonga aql farosatdan iborat bir ne'matni ato qildiki, bu ne'mat orqali insonlar butun hayotini kapolatga ega qilib qolmasdan barliq jonliqlarning xo'jayini, dunyoning podshohiga aylandi. Alloh taolo mazkur aql farosat xazinasida chaqmoq toshda yoshiringan o'tga o'xshash hikmet ve kuch-quvvatni hadiya qilganki, xuddi chaqmoq toshni toshga urganda o't paydo bo'lgandek, insonning aql xazinasida saqlangan o kuch inson uchun tugumas bitmas hayot ato qiladi. Insonni murod maqsadlarga yetkazadi. Insonning balliq davriga qaraydigan bo'lsak, uning har qanday bir hayvondan ojiz, chidamsiz ve hirismen ekanligini ko'ramiz. Yirtqich hayvonlar o aciz insonni tish va tirnoqlar bilan parchalab yavitalaydi. Rahimsiz tabiatmi turli musibat va og'riq siloqlar bilan o aciz insonni qorshab turadi. İnson mushu holi bilan bu dunyoga asta-asta qadam bosib mengishga boshlaydi. O'smirlik davrida tabiatning qo'rshovi ostida bo'lgan bo'lsa, yoshlik davriga kirgandan keyin nafsining, ko'ngilning bo'lmag'ur iskanjisi ostiga tushib qoladi. Demak, inson tug'ilgandan tortib yoshlik mezgiligacha ikki turli kuchli xatarning iskanjisi ostida bo'ladi-ki, bularning ichida insonga eng oson tuyuladigan ish amaliyotda uning uchun eng ajalli xatar hisoblanadi. Inson mushunda xatarlar ichida aql xazinasini beyitish orqali butkul hayvonotlarni, hatto koinotni besib tushgan. Uning hayvonlik hanglardan chiqib, aql insonga aylana olishi amaliyotda uning o'zidagi aqliy qobiliyatlarini kuchlantirganlikdan paydo bo'lgan. Shundaqla insonning ehtiyoji ko'paygan sari uning aqliy ilhomlarimi mas qadamda taraqqiy qilib mangadi. Ta'lim-tarbiya vositalari yuksalgan sari insonning aqliy ilhom va tuyg'ularimi yuksalishga, o'sishga qarab mangadi.